Salom do'stlar, sizlar bilan Dilisi yangiliklar kanalı. Xo'sh do'stlar, bugungi video roligimizda biz sizlar bilan Dream Soccer 2025 o'yinida juda ham bir 90% ko'p odamlarni qiynaydigan savol, ya'ni akkauntni qanday qilib tezroq va osonroq kuchaytirish mumkin. Bugun men sizlarga mana shu video roligimda akkauntingizni qanday qilib tezroq va osonroq ravishda kuchaytirishni o'rgatib o'taman. Videorolikni boshlashdan albatta videoga like bosib qo'ying va kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Kommentariyaga kirib omad so'zini yozib qoldirsangiz, bu men uchun juda ham katta motivatsiya bo'lib qolardi. Qanday videorolikni biz boshladik. Xo'sh, birinchi navbatda men sizlarga o'zimni tarkibimni ko'rsatib o'tmoqchiman. Havas qilishga arziydiganday sostav bu. Bu tarkibni men bir 2 yildan oshiq o'ynab qilyapman. Orada to'g'ri kam o'ynayman dilisini, lekin mana shu 2021 dan beri akkauntni yig'ib sekin kelyapmiz va mana shu holida akkaunt ancha kuchayib qoldi. Futbolchilarni ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, sizlar ham akkauntingizni bemalol sariq holatga keltirib olishingiz mumkin. 1-2 haftada. Buni hozir sizlarga hammasini o'rgatib o'taman. Birinchi navbatda bilamizki, Dream Soccer'ga kirganimizda bizga 9 ta futbolchi tanlash imkoniyati beriladi. U yerda darvozabondan tortib hujumchigacha bo'ladi. Ya'ni darvozabon, himoyachi, yarim himoyachi mana, keyin hujumchi. Biz mana shu holatda qaysi futbolchini tanlashimiz kerak bo'ladi. Maksimal, ya'ni iloji boricha sizlar hujumchi tanlashingiz kerak bo'ladi. Reytingiga qarab o'tirmanglar. Nimaga hujumchi tanlash kerak? Chunki agar siz darvozabon olsangiz, u darvozada turadi va hujumga chiqib gol urish kerak. Kim gol uradi? Savolda mana. Darvozabon chiqib gol urib bera olmaydi. Shuning uchun darvozabon olish xato. Himoyachiga keladigan bo'lsak, himoyachi ham xuddi shunday. Faqatgina himoyani ushlaydi u. Hujumga chiqib gol urib bergan futbolchi yo'q. 60-70 li udar bilan gol urish juda ham qiyin. Juda ham ko'p vaziyatlarni havoga sovurishinglar mumkin bo'ladi. Yarim himoyachi ham xuddi shunday narsa. Mana masalan, haqiqiy yarim himoyachini olaylik. Haqiqiy yarim himoyachi mana Modric deylik-da. Bu ham mana bu yarim himoyani ushlaydi. Hujumga chiqishga bu charchab qoladi. Ana endi agar hujumchi tanlasangiz, hujumchi udarlari qattiq bo'ladi va tez yuguradi hamda gollarni amalga oshirish uchun juda ham sizga qulay bo'ladi. Mana shuning uchun reytingiga qarab siz maksimal darajada hujumchi tanlang. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Dilisiga kirganimizda bizga mana bu yerdan 1200 ta tanga beriladi. Bilamizki, 1200 ta tanga beriladi. Biz mana shu tangani maksimal darajada stadionga ishlatishimiz kerak. Nima uchun? Chunki stadion bizni har bitta uyda o'ynagan o'yinimizga mana bu chap tomonda ko'rib turibsizlar, qizil bilan belgilab qo'yaman, 52 tanga bonus deb qo'ygan. Mana shu 52 tanga bonusni har safar o'zimni uyimda o'ynaganimda men bonus olaman. Chunki muxlislar kiradi, pul to'laydi, shuning uchun menga pul beriladi. Bitta-bittalab kuchaytirasizlarmi mana, alohida tanlab kuchaytirasizlarmi? Buni farqi yo'q. Maksimal darajada pulni stadionga ishlatishingiz kerak bo'ladi. Avtosborka orqali kuchaytirasizlarmi? Farqi yo'q. Faqatgina stadionga e'tibor qaratinglar, qolganlarini sekin-sekin o'zingizlar to'g'rilab olasizlar. Stadion sizlarga eng katta pul beradigan manba hisoblanadi. Shuning uchun stadionni kuchaytiringlar. Va yana bitta narsa, mana shu joydan ketishdan oldin bu yerda bilamiz kuchaytirishga yana 1, 2, 3, 4 5 ta narsa turibdi. Birinchisi bu qo'shimcha oltin tangalar. Har bitta o'yindan keyin sizga qo'shimcha tangalar beradi. Buni kuchaytirishni maslahat bermayman. Xo'p, ikkinchisi bu nabor, ya'ni qidiruv. Futbolchilarni qidirishga yordam beradi. Yaxshi futbolchilar, sariq futbolchi chiqishiga yordam beradi. Buni ham bitta kuchaytirib qo'ysangiz yaxshi bo'ldi. Bundan uyog'iga kuchaytirmang. Ana endi keyingisiga keladigan bo'lsak, bu trenirovka sizni taktikalaringizni futboldagi mana bu taktikalarni ochib beradi. Va trenerlarga skidka ham beradi. Masalan, trener mana bu ko'rib turibsizlar 225 ni o'chirib 191 qilib qo'ygan. Mana legendarniy trenerda. Shuning uchun kerak bo'ladi. Ana endi trenirovkani kuchaytirgandan so'ng trenirovkani maksimal kuchaytirishga harakat qilinglar. Keyingisi bu razmesheniya, ya'ni futbolchilarning sig'imi. Bu narsani ham oxirgacha kuchaytirib qo'ygan yaxshi. Birinchi bo'lib 3 ta yulduzli kuchaytirib olinglar, ana undan keyin sekin-sekin qolganini kuchaytirasizlar. Bunga ham juda ham ko'p olmos ketib qoladi, lekin bitta kuchaytirib olsangiz qutulasizlar. Keyingisi bu vrach, ya'ni
tez yordam desak bu mubolag' bo'lmaydi. Tez yordam desak bo'ladi, ya'ni shifokor. Bu futbolchilar masalan har bitta o'yindan keyin pul so'rashadi, charchab qolganlar bilasizlar. Futbolchilar charchab qolishadi, jarohat olishadi. Ana shunga bu vrachni kuchaytirsanglar, ya'ni shifokorni kuchaytirsanglar, har bitta o'yindan keyin sizlarga skidka qilib beradi davolash uchun. Mana shunaqa narsalar. 3 ta eng kerakligini aytib o'taman. Birinchisi bu aytib o'tgandek trenirovkani обязательно kuchaytiringlar. Ikkinchisi bu размещение, uchinchisi bu nabor, to'rtinchisi bu vrach, beshinchisi keyin mana bu kommerchеский sentr kuchaytirsanglar bo'ladi. Lekin birinchi o'rinda stadionni kuchaytirib olinglar. Stadion alohida bu tanlov, stadionni kuchaytirish обязательно. Xo'p, yana bitta xatoni aytib o'tadigan bo'lsak, bilamiz, DLSga kirganimizda bizda har doimgidek bitta futbolchi bo'ladi, bitta sariq futbolchimiz bo'ladi, qolganlari oppoq bo'ladi. Ya'ni reytingi past futbolchilar. Ana shunda bizda mana bu trenerlardan bo'ladi, bitta-bittadan. Hech qachon mana shu trenerlarni ishlatib olmanglar. Qachonki sastavinglar polniy sap-sariq bo'lgandan keyin, bitta ham oq futbolchi qolmagandan keyin ishlatsanglar bo'ladi. Nimaga? Chunki agar siz mana shu bitta sariq futbolchingiz bilan trenerlarni kuchaytiradigan bo'lsangiz, qolgan oq futbolchilar kuchayib qolishi mumkin. Oq futbolchilar zo'r kuchaymaydi, bilamizki, baribir taniqli bo'lmaydi. Ularni oxiri sotib yuboramiz. Yana bitta narsaga keladigan bo'lsak, bu live online o'yinlari bo'ladi. Mana bu ko'rib turibsizlar, qizil bilan belgilab qo'yaman. Mana bu 8-tierda turibman men. Mana shuni siz maksimal darajada 20 bilan 15 ni orasida ushlab turinglar. Chunki ana shu payt sizga osonroq raqiblar tushadi va yutish ehtimoli juda ham ko'payadi. Mana bu joyda ham birinchi o'rinda olsak, mana 100 ta olmos berar ekan. Bu bizni ya'ni bazamizni kuchaytirishga juda ham katta yordam beradi va mana bu tangalarni ham bu yerdan sovg'a sifatida olishimiz mumkin bo'ladi. Va tieringizni, ya'ni mana bu 8 turibdi menda, sizda bu nechadir turgan bo'lishi mumkin. Ana shuni 20 bilan 15 ni orasida ushlab turing. Bu mana bunaqa sabitsalar kelganda ham yutishingizga yordam beradi. Qiynalmasdan yutasizlar va o'zingizga mana bunday sariq agent, ko'k agentlarni ochishingiz mumkin bo'ladi. Hech qachon mana bu scout orqali futbolchilar qidirmang, umuman qidirmang. Sizga o'zi mana bunaqa sariq futbolchilar sekin-sekin chiqadi. Ozgina sastavingizni kuchaytirib olganingizdan keyin. Mana bu joydan olmosga futbolchi sotib olishni ham maslahat bermayman. Faqatgina sabiti yutganingizda va boshqa qilganingizda sotib olishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, biz bu futbolchini tanimaymiz. Uni tezda sotib yuboramiz. Bizga bunday futbolchilar hozircha kerak emas. Xo'sh, yana nima narsa? Dream pointlarni qanday qilib tez yig'moqchi bo'lsangiz, meni bundan oldingi videolarimni ko'rsangiz, albatta o'rgatib o'tganman. Stadionni aytib o'tgandek kuchaytiramiz va mana bu yerda haftalik, kunlik, karyer hamda live o'yinlarini o'zini alohida mashqlari bor. Bularni ham hafta davomida, kun davomida, karyer davomida hamda live davomida bajarib borishinglar kerak bo'ladi. Mana bu chap tomonda turgan besplatniy, ya'ni bu yerdan siz 100 ta, 200 ta, 150 ta, 50 ta tangalab ishlashingiz mumkin bo'ladi va har bitta hamma mashqni bajarganingizda pastiga olmos ham olasiz. Bu juda ham yaxshi. Bu ya'ni nedelniy, haftalikka keladigan bo'lsak, haftalikda siz Dream Point ham olasiz. Tangadan tashqari. Bu yerda ham 350-400 ba'zida undan ham ko'p tangalarni olishingiz mumkin bo'ladi va hammasini bajarsangiz, oxirida mana bu 10 ta tangani ham olasiz. Mana shu meni sizlarga maslahatlarim edi. Yana nimadirlar qolib ketgan bo'lsa, ming bor uzr so'rayman, lekin asosan ko'pchilikning xatosi futbolchi tanlashda. Aytib o'tgandek, birinchi hujumchiga olib futbolchini tanlaysizlar. Boshida berilgan sizlarga tangalar va olmoslarni maksimalni bazani kuchaytirishga istasizlar va ana shundan so'ng sizlarga akkauntinglar xudo xolasa tez va oson kuchayadi degan umiddaman. Xo'sh, videorolik sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta videorolikka like bosib qo'yinglar, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, bundan keyingi foydali videoroliklarimni o'tkazib yubormaysizlar. Xo'sh, sizlar bilan har doimdek DLS yangiliklar keladi bo'ldi. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'linglar.